Medavikni ayni shu retsept bo'yicha tayinlab yeb ko'rsangiz, boshqalarini mensimay qo'yasiz. Mana buni haqiqiy medavik desa bo'ladi. Juda ham mayin, hech ham uyaltirmaydigan eski retseptlardan. O'rta olovda sariyog', asal va shakarni eritib olamiz. Soda qo'shib karamel rangi keltirib olamiz. Boshqa idishga solib, biroz suvda tuxumlarni birin-ketin solib mikserlab olamiz. So'ng unni elab, yumshoqqina qo'lga ozgina yopishadigan xamir qoramiz. Bo'laklarga bo'lib, xamirni xolodilnikda tindirganimizdan keyin qo'lga yopishmaydigan yaxshi yoyiluvchan holga keladi. Har bir bo'lagini yuqa qilib yoyib, forma berib, 180 gradusda 2-3 minutdan pishirib olamiz. Zavarnoy krem uchun masalliqlarni o'rta olovda aralashtirib turib quyultiramiz. Yumshoq sariyog' bilan zgushonkani oqarguncha mikserlab olib, yaxshigina sovigan zavarnoy kremni birin-ketin solib, yana mikserlab olamiz. Endi medavikimizni korj krem ketma-ketligida yig'ib olamiz. Sborkani qolip pechida qilsangiz, yana ham tekis chiqadi. Menda har bir korj uchun 5-6 qoshiq krem ketadi. Har ikkinchi korjdan keyin malinovoy konfityur qo'shib olsangiz, undan ham mazali bo'ladi. Eng tepasidagi korjga ham nomiga krem surib, selofan yopib xolodilnikka minimum 4 soatga yuboramiz. Chetidan ortgan korjlarni kroshka holatiga keltirib, medavik ustidagi kremlarni yana bir tekislab olib, kroshka sepib xohishga ko'ra bezatib olamiz. Et voilà!